ekok haqida qiziqarli savollarni beringlar, 3tasiga javob beraman deb aytdim. Orada haqiqatdan bir qiziqarli savol keldi. Kuzatuvchimiz ekoda tuxum hujayralarni terishda ishlatadigan lineyani o'lchami necha deb so'rabdilar. Aynan sizlar uchun operatsion blokda bu ertalabdan o'qib olib, mana hozir mana santimetr olib keldim va bu linani uzunligini birgalikda o'lchaymiz. Ko'rib turganinglardek, ukol qiladigan linamizdan 10 baravar uzunroq. Nimaga bunaqa uzun? Sababi biz kirayotganimizda qinni o'lchami va bachadonni orqasidan kiriladi va kirganimizda tuxum dongacha yetib borishimiz uchun bunaqa uzunlikda bo'ladi. Keling endi birgalikda buni o'lchamlarini olamiz. Mana kirish joyidan to uchigacha qaraganimizda 35 sm tashkil qilyapti. Mana shunaqa uzunlikdagi lina bilan biz tuxum hujayralarni terib olamiz.